Va do'stlar, assalomu alaykum. Hammaga charchamayapsizlarmi? Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun yana zavodga keldik. Sborka jarayoniga biroz biz ozgina xalaqit bergan holatda sizlarga video obzor olib beramiz. Bu yoqda hozir tartibsiz turganiga ahamiyat bermaysizlar, chunki har biri egasi bor, sborka qilinib yotibdi. Hozir video jarayonini ham ko'rsataman. Bugun sizlar uchun birinchi qism videoni ko'rsataman. Yana 1-2 kundan keyin ikkinchi qism video ko'rsataman. Bugungi birinchi qism videoda oldingi olgan videolarimizni to'ldirish maqsadida, ya'ni lazer haqida video olamiz. Ko'pchilik o'tgan safargi olgan roligimizdan ancha foydalanib, mazza qilib lazerlar olishdi. Yana qolgan tushunmaganlar uchun biroz ma'lumot beramiz. Videoni boshladik. Bittadan like, podpiska, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Xo'p, bizda Turkiyaning Farmer firmasining lazerlari bo'ladi. O'tgan videoda aytib o'tgandik, bizga bunaqa holatda keladi. Kraska sepilmagan holatda biz buni sborka qilib, kimga necha metrlik kerak bo'lishiga qarab, mana ko'rib turganingizdek, kraskasini sepib, gidravlika qismlarini hammasini sborka qilib, bu holatda sizlarga taqdim qila olamiz. Ikki xil rangda berishimiz mumkin. Xohlang sizga mokra asfalt, xohlang sizga обычный sariq rangda berishimiz mumkin. Bu ikkalasi ham albatta hammasi dokumentalniy bo'ladi. Hech qanaqa muammo yo'q. Endi bizda 2,5 metrdan 5 metr, kerak bo'lsa 6 metrgacha bemalol lazer qilib bera olamiz. Yaxshilab qaytarib o'taman. 2,5 dan 6 metrgacha. Hozir 5 metrgacha tayyori bor, 6 metri buyurtma asosida qilib bera olamiz. Mana videoda ko'rsatib o'taman. Berkalari ko'rib turganingizdek 4,5 metrlik lazer ekan bu, 2 tonna 650 kilogramm. Bu yoqda 5 metrlik lazerimiz. Hop, buni ham hozir berkasini ko'rsataman. Hop, bu yoqda yo'q, bu ham 4 metr 2,5 tonna ekan. Bu 4 metr ekan. Xo'sh, jigarlar. Hop. Bunaqa qilsam to'g'ri bo'ladi. Ikki xil rangda tayyori bor. Bu hozir 4-4,5 metr. Eng hadovoy modellarimiz. Hozir bu yoqda ko'rishingiz mumkin mana. 3,5 metr, mana 2,5 metrliklarimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Sborka tayyor. Balonlarni taqmaganmiz. 6 talik balon. 2,5 dan 4 ta, qolgan 3-3,5 metrliklarda, ya'ni katta razmerlarda 6 tadan balon bo'ladi. Hozir balonlarni ham ko'rsatib berib o'tib ketaman. Balon taqilmaganining sababi yuklab berishda noqulaylik bo'lmasligi uchun balon taqilmaydi. Mana 1, 2, 3, 4, mana 5, bu nariyoq qismda 6-si bo'ladi. O'zini mana shtativlari, xullas ko'rib turganingizdek, hop, hammasidan bor. Aktiv mana sborka ketyapti, chunki bularning egasi bor. O'tgan safargi videodan keyin juda ko'p odam mana sifatli va arzon, hammasidan, hamma joydan aytganimdek arzon va sifatli lazerni olishyapti. Listlarning qalinligini ko'ringlar. 2 sm, почти 2 sm listlar. Xo'p, xullas buni siz olishingiz mumkin. Agrozamin o'zimizga orqali, ya'ni suv kredit orqali imtiyozli kredit bor. Bu albatta fermer xo'jaliklari, ya'ni qishloq xo'jaligiga taalluqli korxonalar uchun asosiy hisob raqami. Agrobankda qarzdorliklar yo'q, yillik pul aylanmalari zo'r bo'lgan va albatta sug'orilish, ya'ni sug'oriladigan yerlari bor fermerlar uchun ideal variant. Deyarli hozirgi barcha paxta g'alla yo'nalishidagi fermer xo'jaliklarimiz bemalol to'g'ri keladi. Hozir paxta ekinni oldi, yerni to'g'ri tekislayapsiz, to'g'rimi? Sizlar uchun aynan vaqti deb turib yana bitta video obzor qildim. Sizlarga juda ham oson usuli buni olish. 5 yilga 2 yil imtiyozli davri bilan 14% kredit bo'ladi. 30% subsidiya, 12% NDS ham qaytadi. Tasavvur qiling, 42% summa o'zingizga, ya'ni bu davlatimiz tomonidan, prezidentimiz tomonidan sizlarga berilgan imkoniyat. Buni xohlagan vaqt olinglar, zarar qilmaysizlar. Faqat va faqat foydada. Xudo xolasa mana tayyor, aytgan metrlarda tayyorlab, xudo xolasa sizlarga yetkazib beramiz. Pastda raqamlarni qoldiraman. Summalar bo'yicha tushunmovchiliklar bo'lmasin. Birma-bir yozib ketmayman. So'ranglar, men price listini tashlab beraman xohlasanglar. Faqat pastdagi raqamlarimizga aloqaga chiqasizlar. Endi qolgan agregatlarchi deyishingiz mumkin.
bu yerda turgan qolgan agregatlarning tayyor yig'ilgan variantini sizlarga 1 yoki 2 kun ichida xudo xolasa zo'rlab qilib beraman. Chunki har bir obzorni o'zgarish vaqti bo'ladi. Shu vaqt ichida chiroyli qilib yetkazib sizlar uchun zo'r variantda yana obzor qilib beramiz. Tayyorgarlik ko'rib video olish kerak, chunki ko'pchilik akalarimiz bor. Tanjoni sog' bo'lsin, kamchiliklarimizni kommentariyaga yozishadi. Bu videodagi kamchiligimizni va albatta qo'shimcha takliflarni pastda kommentariyada sizlardan kutib qolaman. Agrozo'r har doim eng zo'ri.